bildirsin bizga. Telefonni udukni, Saatimizni de bilmaganlar yo'q shu. bilalar borisin. Kimlarsin ul fiksiler, aydali sir bo'lsin. Kimlarsin ul fiksiler, aydali sir bo'lsin. Kimlarsin u fiksilar? Aydali sir bo'lsin. Yolg'on detektori. Simka! Tavuşlanma. Men sog'alab turam. Kimni sog'alaysan? Dimichni. Ul 3 kun televizor qaramisha tura olam deb bahslashgan edi. Shulaymi? Ayda menda sening bilan sog'alayim. Simka! Elektrik. Narsa? Kim? Sen o'tirding Dimich. Yo'q deyarsingmi? Yo'q. Nega hali? Chunki men Dimich tugul. Narsa? Men onun abisi. Ko'zingni yummay. Dimichning abilari yo'q. Men ikki tug'an abisi. Adeksiz shu qadar o'xshagan. Chunki bizning anilar egizak. Aysining neshik sening? Menim Sansanich. Siz o'zingiz kimlar? Biz kimlarmi? Dimichning bilmasa aybat. Ishonmayman. Aldaysan sen. Balki aldamandir. Belki aldamaydir. Biz tekshiramiz. Nishik? Nishik? Yolg'on detektori bilan. Yolg'on detektori u kishini durust so'laymi, alla yo'qmi ekanini belgilay turgan joylanma. Yolg'onlagan chaqda kishi ozgina bo'lsa-da to'lqinlana. Hatto toshdan ko'rinmasa-da, baribir yolg'onchining yuragi yoshroq tiba, u tegishsiz suvli, yerli boshli. Ana shunday vaqtiyatlarni yolg'on detektori sezib oladi endi. Yolg'onchilarning ishin 100 oshavul. Sizning detektoringiz yo'q bit. Biz uning nishig ishlaganini bilamiz. Alla qo'rqasingmi, Dimich? Nishlaysan sen? Yurak tibishini tinglayim. Narsaga? Sening yurakning tibu yoshlig'ini belgilash uchun. U sening ko'zingning yumilib oluv yoshlig'ini tekshiradi. Ayimirqa narsaga? Bunisi Afrika usuli. Aldagan chaqda kishining o'zidan o'zi ushi qisiladi. Yumurqa batila. Menda batilmas. Qararmiz. Durustlikni bir uchun kishilar nelargina o'ylab topmagan. Masalan, burungi Xitoyda kishining ovsini qurudugi qoptirganlar. Onları ona mindi jinoyat ishlovini aytganlar. So'ngan degini tekshirganlar. Agar dugi quruq qolgan bo'lsa, kishi g'aybli deb topilgan. Burungi Hindistonda kishi hakimning so'rovlariga javob berganda chonga sug'ib turga tiyish bo'lgan. Onun qattiq suvga boshlavi durustlikni yashirishga tilovini anglatgan. Avropada bir sir ikkinchisini yolg'onda ayblasa, belgilangan o'rinda ko'rishib sug'ishganlargina. Kim jiya shu haqli. Yolg'onni yashiruv yengil tugul. Uni sezu tag'inda qiyinroq. Qisqa aytib javob ber. Yoki yo'q deb. Sening qo'llaring ikkovmi? Ko'rinmaymini? Ayyimi yo'qmi? Ayye. Sen qizmi? Narsa? Ayyimi yo'qmi? Yo'q. Nendiyular so'rovlar bu? Biz sening shundirisini aytgan ishroqda narsa bo'lasin tekshirdik-kina hali. Hozir ayt. Kimlar ul fiksilar? Bilasingmi? Yo'q. Oy. Ayye. Yurak tibishi yashaya. Sen Dimichmi? Yo'q. Nishik tez tiba boshladi. Ko'zingda yoshroq yema boshladi. Fiksilar turida kimdan bilding? Dimichdan. U bizni haqda so'lay olmay. Bu sir. Allah. Aldaysan. Aldamayım. Aldaysan. Yo'q.
Асан Саныч. Ярар, Димыч мен. Тидиш! Кешенең ялган сөйләвен чынлап та йөрәк тибешеннән белеп була микәнни? Йөрәк тибешеннән була, ә менә йомыркадан икеле. Сез мине алдаладыгызмы ни? Сине түгел, Асан Санычны. Беләсезме? Сезне үзегезне ялган детекторында тикшерергә кирәк. Тагын нәрсә? Син безнең теләкне үтәргә әзерлән. Бәхәстә оттырдың бит. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә